Mana novoslar sotiladi. Mana bu yerda ikkitasi bor. Mana ko'rib turibsizlar, novoslarni. Hamda mana bunisi. Umumiy holatda 3 ta novos sotiladi. Samarqand Bozorg'om Kerib ilm mahallasi Tohir akamiz xonadoni. Mana ko'rib turibsizlar mol holatini. Tohir bu necha oylik ekan? 5 oylik. 5 oylik novoscha mana. Zotiga yaxshi, ha? Bo'yinlari ham yaxshi ekan. Faqat qishda mol akalar holati lekin juda ham yaxshi. 5 oylikda o'zi mana 1.20 plusda adashmasam, Allohu alam. Mana hurmatli aka, lekin gaziga gazli, po'chalari ham yaxshi mol ekan. Xudo xolasa kelishtirib beraveradi. Va keyingilarini aytamiz. Mana keyin aka-ukalar, mana bunisi misli jaydari mol. Holati yaxshi ekan, orqalari ham yomon emas. Go'shtli molcha. Xudo xolasa mana shu ham 300 yillik 300 plus mana shunday holatda go'sht qiladigan mol. Yaxshi parvarishni qilib qaraydigan bo'lsak, bunisi necha aytdik Tohir? 17 million so'm aytilyapti. Yana savdolari bor. Ovsillar bu o'tdi, ha? Mana baq-baqqa mana tushliklariga e'tibor beraylik-da mana. Osli, chiroyli molda. Qisqasi mana sigir biri necha sigir balandlik. Onasi shu yerdami? Yo'q, onasi bu yerda. Sotilgan. Xudo xolasa yaxshi mol bo'ladi. Kilogrammi akalar aytibman, Alloh nasib qilsa shu kilogram qiladi. 300 dan kam qilmaydi. Nima bo'lganda ham. Hay, yaxshi parvarish qilib 2 kurak 4 kurak olib boradigan bo'lsak, yaxshi kilogram qiladi. Jilligini to'ldirib boraversak. Ilmli mollar bari jilligi to'la bo'ladi. Keyingisini ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli aka, keyingisi. Mana. Bu Tohir bu necha oylik ekan? 5 oylik. 5 oylik. Bu ham. Bu necha pul ekan Tohir? 18 mi? 18. Yana ham kelishtirib beramiz, ha? 18 kelishtirib beraman deyapti. Mana holat. Yomon emas. Yeyishi sog'lig'i zo'r, ha? Mana hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshi molcha. Hurmatli kuzatuvchilar, yana ham savdolari bor. Kelishadi, nasib bo'lsa. Mana akalar, holati yaxshi ekan, lekin nima bo'lganda. Mana. Mana mollar akalar.